Yoshim 17 da, lekin ajrashish arafasida turibman deb bitta qiz yozib qoldilar. Videoni oxirigacha ham ko'rsanglar, video oxirida batafsil yozganlarini screenshot qilib qo'yaman. Undan oldin bo'lsa, videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Va shu orada sizlarga manfaatli bo'lish uchun shunaqangi chiroyli diademani yasalishini qisqacha ko'rsatib beraman. Xullas, o'zimizning mavzuga qaytadigan bo'lsak, 18 ga to'lmagan qiz menga yozib qoldilar. Hali 17 yoshdaman, uje turmushga chiqib ajrashish arafasida turibman. Ko'plarning hayotini etib chiqargansiz, menkini ham etib chiqing. Zora boshqa qizlar men qilgan xatoni qilishmas. Qizlar, mana screenshotini qo'yib qo'ydim. O'zingizlar bemalol o'qib olsanglar bo'ladi. Hech narsani ichimdan to'qib gapirib chiqmayman. Hammasi живой o'zligi yozishadi. Ular menga shunaqa deb yozganlardan keyin men ularga motivatsiya berishga harakat qildim. Atrofingizdagi odamlarga e'tibor bering. Qancha qiynalsangiz ham o'zingiz harakat qiling. Qiz bola kuchli bo'lish kerak deb ularni ovuntirishga harakat qildim. To'g'rimi, qizlar? Ular bu sohaga ham juda ham qiziqarkanlar. Meni 30 minglik kursimni ham sotib oldilar. Atigi 30 ming so'm menga to'lov qilib, siz noldan o'zingizni biznes darajasigacha ham ko'tarsangiz bo'ladi. Diademalarni noldan o'rganasiz. Buning uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring, o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.